Ocha qolmaysan menda. Lallaymasdan. A qo'shni? Ismoil aka. Yo, tushmang, kerak emas. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Soat sizga bitta qarang, qo'shni nechi bo'ldi soat? Soat 12:30 bo'ldi, tinchlik. Juda bo'lmasa kech payt dam olaylik. Hamma nervga tegib signal chalasiz. Men-ku mayli yoshimizni, lekin uyimizda onamiz bolalar betobli. Har kuni kelib mana shunaqa signal chalib, halovatimizni buzyapsiz. Aka, o'zi ishdan charchab kelgan bo'lsam, bitta siz qoluvdingiz, aqllilik qilmagan. Yoqmayapti, aka. Biz ham charchaganmiz. Insof bilan-da qo'shni. Telefonni ishlayotdim o'zi. Hali qayta qildik, ko'tarmadingiz. Nima ishlayapti? Tinchlikmi? Bu shu qo'shni ham. Xotinni telefon qilyapti endi. Quvurarkan-da. Boraman-da. O'sha paytda ayolingiz dard tutib qoldi. Kenezlar bilan birga raddamga bordik. Bilasiz, onamlar betoblar. Men o'zim qaytib keldim. Hozir kenezlar yo'qdalar. O'g'ilmi, qizmi? Bo'ldi, yetqizaman. Xo'p. Tinchlikmi, aka? O'g'il farzandli bo'libsiz. Tabriklayman. Ha, yo'q-e? Aka, Alloh xayrli qilsin. rahmat. Katta rahmat. Farzandingiz odamlarga xalaqit beradigan emas, ota-onasiga rahmat eshittiradigan farzand bo'lsin.